Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari, qadrli obunachilar. Navbatdagi oshxona mebelimizni Samarqand shahar Registonga Shohizindaga qo'yib berdik. Bu oshxona mebelimiz har doimgilardan juda ham o'zgacha bo'lgan. Sababi chisti yevropeyskiy usulda tayyorlab berganmiz. Mana bu yerlarni ham ko'rib turibsizlar. Даже o'zini o'sha akril materialidan, bu akril materialimiz ham Panjob, Erondagi kuchlisi. Sababi hozir men sizlarga video davomida tushuntirib ketaman buni nimaga kuchliligini. Xo'p, bu oshxona mebelimizni o'sha bu tomoni uzunligi 3,5 metr, bu tarafiga 2,40. Mana buni ham shuni tugashiga olib kelganmiz. Рабочий zonani, moykalarni full variantda qo'yganmiz. Bu yerga sensorlarni joylab berganmiz. Ko'rib turishingiz mumkin. Fartuga mana bunday qilganinglarda mana fartug qismini отдельный yoritib beradi do'stlar. Fartugiga ham o'sha lechrolarni mana bunday qilib o'sha materialni MDF ichiga o'yib kirgizib qilib berganmiz. Buni korpuslarini ham 100% MDF dan yasab berganmiz do'stlar. Mana bu materialni o'zini ham kачествосini yaqinroqdan ko'rsatib qo'yasiz. Xo'p, bu akril gladkiy ultra max hisoblanadi. Pushlar bilan qo'yib berganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Bu yerda mana polkalari hamma yo'g'i joy-joyida bo'lgan. Yopilishlariga e'tibor berasizlar. Har doimgidek o'sha Turkiyaning Upside firmasini petlardan foydalanganmiz. Bu yerda o'sha vitishkani stroynisini joylab berganmiz. Bu yerda ham polkalari bor. Hop, polkalarni qo'yib beriladi buni ham. Mana yopilishlarini ko'ra bir qator e'tibor berasizlar do'stlar. Shunday bosib qo'yasizlar. Zazorlari 3 mm dan tashlaganmiz. Bunisi ham xuddi shunday mana do'stlar. Polkalarini juda ham katta, ko'p, chuqurligini ham 35 cm qilganmiz buni. Hammasi 100% MDF dan bo'lgan. Pulini oxirida aytib o'tib ketamiz. Uni qismini mana ko'rib turibsizlar, bu tarafga joylab berdik. Hamma ishimiz o'ta mehr bilan idealni ishlangan. 100% endi o'zimiz qo'limizdan chiqqan ishlar, xudo xolasa ko'rishingiz mumkin. Buni ham ochilganda mana bu yerdan ko'rsatib qo'yasiz uni operator. Petlarni ham to'rttadan qo'yganmiz. Bitta eshikka bemalol ko'taradi, xudo xolasa. Zazorlariga e'tibor berib ketasizlar do'stlar. Bunday katta eshikda zazorlari отдельно chiqadi. Bu yerga o'sha stroyniy mikrovolnovkasini joylab berdik. Mana bu yerga duxovkalarni joylab berganmiz. Duxovkaning tagini mana bunday qilsangiz ochiladi. Noshkalari ham o'sha yevro stilda bo'lgan. Sababi noshkaga kirpina qilib kirgiziladi. Kerakli paytda noshkasini chiqarib, paylarini bemalol tozalashingiz mumkin. Yana bitta qiziq joyi, mana bu yerdan ko'rsatasiz. Mana bu yerda xolodilnik joylab ketganmiz do'stlar. Xolodilnik qismiga ilojimiz yo'q, ruchka qo'yamiz, sababi eshigi ozgina og'ir ochiladi. Mana bunday qilib xolodilnik, воздушныйsi. Xo'p, bu yerga o'sha nimasini qo'yganmiz. Bu yerga tepasi ham katta suvoy xolodilnik vazifasini bajaradi. Bemalol mantiqas konditsiylarni, konstruksiya hammasi kelib keta oladi. Mana bu qismi ham ko'rib turibsizlar, hammasi katta qilib joylangan. Pushlarga e'tibor berasizlar do'stlar. Pushlarda ko'pchilik mana bunday qilib joylab berganmiz. Mana MDFni o'ziga joylab berganmiz. Ishlarimizni akkuratlik qilganmiz. Yana bitta tomoni buni do'stlar. Mana bu tomondan ko'rsating operator buni. Mana shu fasadni o'ziga, mana shu fasaddan qilib, bu yondan qaraganda eshikda zazori ko'rinib turmasligi uchun mana bunday qilib afishka qilib berganmiz. Bu yerda o'sha pastki qismlari ham juda ham keng bo'lgan. Mana bemalol bitta odam kelib, bemalol foydalanishi mumkin. Ekologiskiy toza mahsulotlardan ishlatganmiz do'stlar. Mana kromkalari ham o'zining rangida bo'lgan. Yevro kromkalardan ishlatganmiz. Hammasi joy-joyida. Yana bitta qiziqarli tomoni bor do'stlar. Ish ko'rib turib bu yerda tortmalar yo'q ekan degan fikrga bormanglar. Tortmalarni ham biz chiroyli qilib joylab ketganmiz. Bu yerga 165 gradusli petlarni qo'yganmiz. Mana eshigimiz mana shunday ochiladi. Ko'rib turishingiz mumkin. Bu yerga mana tortmalari bemalol o'ziga kelib chiqaveradi do'stlar. Yana joyi qo'yamiz. Mana bunisi ham mana bemalol o'ziga chiqadi. 100% tandem mexanizmdan ishlatganmiz. Bu yerga qosh soladiganlari qo'yiladi. Mana bu yerda o'sha skrytniy mexanizm, mana ko'rib turibsizlar, 35 kilodan 70 kilogacha bo'lgan yuklarni bemalol ko'tara oladi. Tortishlari, ishlashlari
Hani ko'ryapsizlar, ishlashlari o'ta ham go'zal. Umuman shum degan narsani o'zi yo'q. Kimga kim shunaqa oshxona mebellarni qidirib yurgan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishinglar mumkin do'stlar. Mana bu yerga o'sha mo'ykasini joylab berganmiz. Mo'ykasi full variantda. Hop, bu yerdan esa sharsharalar tushadi mana. Ulab berdik. Bu yerda graduslarni ko'rsatib turadi o'zini. Mana bundan 3 xil variantda suvimiz tushadi. Mana birinchisi, ikkinchisi, mana uchinchisi. Mana shunday holatda tushadi do'stlar. Bu yerdan mana bunga tushadi. Mana bu stakan yuvish uchun. Bu yerda dozator qo'yilgan gel. Yana bitta narsa, bu mo'ykamizni suvni to'plash uchun mana buni bunday qilinsa suv to'planadi, bundayda ochib yuboriladi. Bu yerga o'sha filtrni qo'yib olsa, bemalol filtrda ishlatish mumkin. Bu yerga o'sha rozvetkalargacha, kafelargacha o'rnatib berdik do'stlar. Hamma yo'g'ini 100% o'zimiz qo'limizdan chiqardik. Buni narxi 1 metrini narxi. Hop, balandligini aytibmiz. Balandligi 285 bo'lgan. Buni bitta pagoni metri 6 milliondan yasab berganmiz do'stlar. Mana shu joyimizga 28 millionga общий договор bo'lgan. Hamma yo'g'i ishlar idealni chiqdi. Kommentariyada o'zingizlarning fikrlarni kutib qolamiz. Albatta, sizlar bilan Yevromebel bo'ldi. Kimda kim shunaqa mebellar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishinglar mumkin. Yana bitta narsa, mana bu yerni ham ko'rsatib qo'yasiz. Bu yerga mana ko'ryapsizlar, plyuntus umuman ishlatilmaydi. Sababi plyuntusning orasiga bu yerda mo'ykada idish yuvgan vaqtda yog'lamalar, boshqa yuvindilar kirib qoladi, shundan hidlanishni boshlaydi. Undan keyin shu o'zingizlar bilgansizlar, shu tarakan in bo'ladi-da bu yerda. O'shani hisobiga biz mana bunday qilib akkuratni qilib germetika qilganmiz. Ko'ryapsizlar, devorga umuman tegmagan. Mana shu yerlarda ham, kafellarda ham polniy germetika qilib, chapki qilib tozalab qo'ydik. Xudo xolasa, bu mebellarimizga 10 yil garantiyalari bor. Sababi original furnitur ishlatilgan, original material ishlatilgan. Oshxonada o'tirgan vaqtingizda hech qanday taxtani hidi yoki kiledi hidi kelib qolmaydi. Sababi yaxshi narsa qo'yilgan. O'shani hisobiga puli ozgina balandroq yuradi do'stlar. Xo'p, kimga shunaqa mebellar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol pastki nomerlarga aloqaga chiqishinglar mumkin. O'zim shaxsan katta ustaman. Borib joyingizni o'lchab, razmer olib, 3D dizaynni qilib, joyingizga o'rnatib, suvlarigacha ulab beramiz do'stlar. Albatta, kelishgan holatda bo'ladi. To'klargacha, suvlargacha ulab beramiz. Bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Uzoq yaqinda ko'rayotgan aka-ukalar, opa-singillar, mana ishlarimizni ko'rib turibsizlar, xudo xolasa. Uyda egalari ham xursand. Bizda birinchi bo'lib insonlarni rozi qilish, xalqni rozi qilib pulni olish. Xudo xolasa, rozi qilib berilgan pulda albatta baraka bo'ladi. Sizlar bilan Yevromebel bo'ldi. Yana YouTube orqali ko'rishguncha xayr, sog', salomat bo'linglar do'stlar.